Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga hech qanday dasturlarsiz papkamizni ko'rinmaydigan, ya'ni yashirilgan holatga o'tkazishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Avvalo birinchi papka ochib olamiz. Nomini istalgan bo'lishi mumkin. Hozir masalan men yashirin papka deb ochaman. Papkamizni ichiga tekstoy dokument ochamiz bitta. Hozircha bu turadi. Bizda mana bu ko'pchilikda ko'rinmaydi. Faylimiz расширенияsi. Sizlarga buni hozir ochishni ko'rsataman. Buni mana bu yerdan ko'rinishingiz mumkin. Windows 11larda boshqacha chiqadi. Mana bu yerda menda птичка o'chirilgan. Расширение ko'rinadigan qilganman. Птичкаcha qo'yib qo'ysa, расширение ko'rinmaydi. Птичка bo'lsa, птичка yo'q bo'lsa, расширенияsi ko'rinadi. Bu joyni ko'pchilikga chiqmasligi mumkin. Ya'ni рабочий stol qo'yib qo'yganman. Panel управлениеdan qilsak bo'ladi. Mana buni крупный значокka o'tkazamiz. Provodnik deb ochsak ko'rinadi. Mana shu joy. Panel управления ham ko'pchilikda рабочий stolda bo'lmasligi mumkin. Buni chiqarishimiz uchun poiskdan panel P harfini qo'ysak ham, panel deb bossak ham, mana panel управления kelib chiqadi. Mana shu joy. Xo'p, endi papkamizni yashirin qilishga o'tamiz. Mana papkamiz. Bu papkamizni yashirin qilish uchun bizga kod kerak bo'ladi. Bu kodni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Mana shu kod bo'ladi. Bu kodda biz papkamizga qo'ymoqchi bo'lgan parolimiz mana bu yerda ko'rinadi. Papkamizga parol qo'yib qo'ysak bo'ladi. Mana shundan hozir 4 ta bir qo'yib qo'yganman. Masalan, mana 78 parol qo'yaman men. Mana hozir men shunaqa parol qo'ydim. Endi buni сохранить qilamiz va papkamizni nomini o'zgartiramiz. Istalgan nom qo'yib qo'yishingiz mumkin. Birorta men ham hozir o'zim nomini qo'yaman. Papkani yo'qotib qo'ymaslik uchun faylni latinga o'tkazib olamiz. O'zgartirib qilamiz va mana o'zgartirishimiz kerak rashinasini. Path faylni o'zgartiramiz. Dan bosamiz. Faylimiz tayyor bo'ldi. Mana ustiga bir marta bossak, bizga papkasini beradi sana. Papkamizga biror faylni tashlaymiz. Tekshirishimiz uchun. Hozir papkamiz turibdi. Biz mana bu yerda 2 marta bosganimizda mana bu yerda secret qilaymi deyapti. Mana Y harfini bossak H bo'ladi, yes bo'ladi. N harfini bossak no bo'ladi. Biz hozir Y harfini bosamiz, yes bo'ladi. Mana papkamiz ko'rinmas holatga keladi. Endi papkamizni ko'rish uchun faylimizni ustiga 2 marta bossak yana parolimizni so'raydi. Biz 78 parol qo'ygan edik. Bossak papkamiz ko'rinadi. Keyingi safar yana agar parolimizni o'zgartirmoqchi bo'lsak, biror kim bilib qo'ygan bo'lsa, buni o'zgartirishimiz mumkin bemalol. Mana расширение o'tamiz. Mana bu yerda biz qo'ygan parolimiz, xohlagan parolimizni qo'ysak bo'ladi yana. Masalan, 4 qo'yaman. Bu yerga xohlaganingizcha parol qo'yishingiz mumkin. Cheklanmagan. Сохранить qilamiz. 55 parolimizni qo'ydik. Mana yana Y harfini bossak, papkamiz ko'rinmas holatga keladi. Mana papkamiz ko'rinmas holatga keldi. Ochishimiz uchun mana 4 qo'ygandik. Ochamiz. Bugungi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan videom shular edi. Keyingi videolarda uchrashguncha salomat bo'ling.